Assalomu alaykum aka parandash quvvatlari. Sizlarning jo'jalaringiz quvvatsiz bo'lib qolyaptimi? Xo'p, buni oddiy xonadonda qilsa bo'ladigan yechimi bor. Bu yechimlardan biri oddiy tuxumni suvga pishirib, katta bo'lsa cherezdin, agar yosh bo'lsa har kuni, agar yangi chiqqan bir haftalik yoki 3-4 kunlik bo'ladigan bo'lsa, 3 ta, 4 ta bir kunda-da endi sanog'iga ham qarab qilishimiz kerak. Mana men cherezdin bir ikkita tuxumi mana, bitta tuxum, mana ikkinchisi cherezdin mana shu jo'jalarimizga qilib beramiz. Hozir rosa kutishyapti. Birinchi bo'lib ustini cholasizda talqon qilib turib, keyin ustidagi sariq bilan oqlarini olib yanchib, mana yanchib bersangiz, mana ustidagilar mana ustidagi po'stlog'i. Nega tushdi mana pashti. Masha yeydi. Rosa mashadan irg'ib tushdi mana. Endi mana chiqolmaydi. Oddiy mana shu yerni tezroq yeyman deb likillab tushib mana. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, report tugmasini bosib ketasizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling.